Profilaktika inspektori ayol kishiga kuch ishlatgani aks etgan video tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax viloyati Forish tumanida ichki ishlar xodimlari va fuqarolar o'rtasidagi mojaro aks etgan video tarqaldi. Rasmiy xabarga ko'ra, 5-avgust kuni Oqtepa mahallasidagi restoranda bir guruh mast shaxslar janjal chiqargani haqida ichki ishlar bo'limiga xabar berilgan. Voqea joyiga yetib borgan xodimlar tartibni tiklash choralarini ko'rgan. Keyinchalik hushyorxonaga olib kelingan fuqarolar xodimlarga qarshilik ko'rsatgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotda ularga nisbatan maxsus vositalar qo'llanilmagani bildirilgan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Aç. Özünüzü basın yapın. Aç kızım. Koy ver. Bakırmayın. Nima bakırıyorsun? Qo'yingiz devor kallangiz boshingizni uradi. Koy ver kızım. Men ushlayotgan yo'q sizni. Aç balama tek. Yo'q, o'zini bosib oling. Koy ver balama tegin yaptı. O'zini bosib oling. Bo'ldi qo'y. Sizga ichki ishlar nima? Joriy yilning 5-avgust kuni soat 21:30larda Forish tumani Oqtepa mahalla fuqarolar yig'inidagi restoran ishchilari tomonidan mast holdagi bir guruh shaxslar buyurtma qilingan taomlar to'lovini qilmay tartibbuzarlik va janjal qilayotganligi haqida Ichki ishlar boshqarmasiga chaqiruv kelib tushgan. Voqea joyiga yetib borgan profilaktika inspektorlari va qo'riqlash bo'limi xodimlari tomonidan jamoat tartibini saqlash vazifasi amalga oshirilgan. Aç. O'zingizni basing yapın. Aç. Koy ver. Biroq tartibbuzarlardan biri muqaddam sudlangan ayol xodimlarning qonuniy talablariga bo'ysunmasdan janjalni davom ettirganligi sababli belgilangan tartibda tibbiy tekshiruvdan o'tkazilib, mastlik holati bo'lgan shaxslarni vaqtincha saqlash va reabilitatsiya qilish punktiga hushyorxonaga joylashtirilgan. Sen yetib kelme bir yerga janjal qurmak kerak emas. O'tishga. Baqiraman, ishing olmasin. Tibbiy ko'rik davomida ushbu fuqaroning tanasida hech qanday tan jarohatlari aniqlanmagan. Keyinchalik ushbu fuqaroning qizlari hushyorxonaga kelib jamoat tartibini buzgan holda xodimlarga nisbatan turli haqoratli so'zlar ishlatib, ularga tan jarohati yetkazishga uringan. Xodimlar tomonidan yuzaga kelgan vaziyat qonunchilikda belgilangan tartibda bartaraf etilib, fuqarolarga nisbatan hech qanday maxsus vositalar qo'llanilmagan. Hozirda mazkur holatda ishtirok etgan barchaning xatti-harakatlariga huquqiy baho berish maqsadida tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Çıkarvarım oldu. Ben mas emasman nima deyapsiz? Hushyorxona. Men mas emasman. Mas bo'lmasa nima dostonlar javob beradi. Bo'ldi, qani tekshirsin. Mana tekshiradi. Tekshiring. Ay. Urib masxon bo'lishingiz mumkin siz. Yo'q, urmadingiz bu o'zingiz. O'zimga haligi o'zimga yarasha anaqa bo'ldi. Shunday qiling ya. Shunday qiling. Bunday haligi dubl haligi olsam ekan. Nechinchi yil tug'ilgansiz? 82. Yo'q, aka. 85. Kuni oyi. 85. Kuni oyi. 85-yil qaysida tug'ilgansiz? 10-oylik. Familiyangizni jamiingiz.